Murat xushxabarim bor. Yo'q. Xabaringiz bor, o'qishni bitirdim, uy oldim, mashina oldim, ishli bo'ldim, pul vashi zo'r hammasi. Endi uylanadigan vaqt keldi. Ana, gaplashib yurgan Nargiz bor, qizim. Qo'shnimmi? Ha, yo'q. O'shaga solib qo'yaman. Ha, уже zo'r, aka. Oilasi zo'r, zalotoy odamlar. Maladeska, baxtingni bersin. Voy, kakras Nargiz. Ha, gaplashib, Alo, jonim. Gap yo'q, baxtli bo'lsin. Assalomu alaykum. Rahmat, rahmat. Aka, mahallangizdagi Nargizga sovchi qo'ydim. Qanaqa qiz bilay deb qo'ni-qo'shnilardan so'rayapti. Ukamni baxti uchun mayli, yolg'on gapiraman. Baya qarang-ku. Bo'lmaydi u qiz. Вообще g'alati qiz. Har xil mashinalarda keladi. Kalta ko'ylaklarni kiyadi, kalta yubkalarni kiyadi. Xullas bo'lmaydi. Sizni turishingizga bo'lmaydi u. Aka, joningiz sog' bo'lsin. Sal qoldi yeb qolishimga, aka. Erkak kishimizga baxtli bo'ling-ku. Bo'ldi. Ukam, noto'g'ri tushunma. Noto'g'ri tushunma ukam. Yo'q, ukam, noto'g'ri tushunma. Men seni baxtingni o'ylab shunaqa qildim, ukam. Ukam, meni seni baxtingni o'ylab shuncha gapirdim, ukam. Brat, rahmat. Bormisiz? Meni bitta xatardan qutqardingiz. Shunaqa bu mahallada qiz ekan-u. Aytmaysizmi shuni oldinroq? Hozir uydagilarga yetib, hammasini aytmay qolaman. Oya, garochi to'ylatmi? Voy, bitta qizni baxtini badnom qilib qo'ydimmi?